川，身高1米73，外号天山学霸，是民族英雄中国勇士。Abdul Rashid Khan Abdul Ahad. Uyg'ur. Egizniki 1 metr 73 cm. Yana bir nomi Tanurtaq Zulqizi. 2000 yildan 2007 yilgacha Şinjan Uyg'ur Abdul rayonning yillik musobaqaning chempioni. Birdan bir xalqaro darajalik erkin umr maydon yig'ilmasidagi o'tni yaratuvchimiz. Musobaqamizning eng oxirgi maydon musobaqasi darajadan tashqari guruhning erkin mushtlash musobaqasi Abdul Rashid Khan Abdul Ahad va Joydor Berlikning musobaqasi rasmiy boshlandi.
希望现场观众高涨的情绪呢稍微稳定一下。现在呢，高涨的热情已经影响到我们比赛的正常进行，感谢您。 Xo'sh, aziz qarindoshlar, polvonimiz Abdurashidxon Abdulla Ahadni ko'rgan vaqtimizda hammamizning noit oyoqjon turayotganligini hammamiz sezib turibmiz. Lekin shundaqmi musobaqamizning tartiblik, qalblik oyoqlashi uchun o'sha naq maydon intizomini kichkina bir saqlab qolgan bo'lsalar, shuni biz to'yanchilik bilan so'raymiz. Rahmat sizlarga.
Qayrındaşlar, biz mayda oyacanı kurvatımız, biz mayda toğır düşünümüz. Ama programımızın tartibini elip verişimiz için, bu şu kiçikine bir boşluğunu riyazı. 特别感谢新疆木塔尔国际贸有限公司为主持人提供服务。 Tor dünyasındaki en yaxşı başlamçınız Mısranım tor bekti. Mısranım. Hargınlık dava izdiginimde Nekmet kahvesinin huşiydi.